Hey yo do'stlar, sizlar bilan men bu Minecraft va bugun biz sizlar bilan istiqlal qilamiz. Mana bu random bloklardan u yoqqa borib, keyin u yoqdagi random bloklarga borib, keyin Ender Dragon'ni o'ldirib va oxirida mana judayam ko'p lucky blokni olamiz. Yağmur yağıyaptı. Ama kadar çeliyaptı. Mayli kalki etti. Niman çeliken bırakmışsın. İyi. Yıkan şu mayli. Yıkan. Normalne ha. Во ana. Gördünüz mü? Niman çıktı. O железо. Mayli bırakıyoruz. Olmuştan. Sınıfta iyi işe derseler generatsiya buluşnik ham bor ekan. Buni qilishning nima qilamiz? Mayli. Bu yondiradigan nima deganlar agon deb aytiladi. Nima bu? Shakar mı? Devam edemiz. Решетки. Mayli. Balık. Neler gördü yani? Balık. Endi biz bularning hammasini sundukka qo'yib turamiz. Hozir 1 minut. Xo'p, hammasini sundukka qo'yib bo'lgandan keyin yana lucky bloklar bor. Tushgacha nima bo'ladi? Ideya keldi galamga. Tuturinglar hozir. Va mana endi men qurib turganimda ko'rdim, buni pastida yana bitta lucky bloklar bor ekan. Ne? Salki. Ne ishton? Yer. Nima bu? Mayli. Kerak yo'qlar. Sunduk. Qo'yib olamiz. Bu черепашьяlarni tuxumi. Hozir mana bu hamma lucky blokni oshaman deb nima tushgan sizlarga aytaman. Tugatdim. Ikkinchi deyim mana proshlo dney 2, ya'ni 2 deb yozib qo'yibdi. Menga tushgan narsalar mana kiyimlar, nazariyatsevi juda ham ko'p. Keyin mana endi nima kimimni full qilib qilaman deb o'ylayman. O'sha kimim full ekan. Так, olamiz. Shit обязательный. Kallamizni kiyamiz. Solamiz. Mayli, solib qo'yamiz. Oyog'imga kiyishga qo'ygan. Endi generatsiya bulishnik qilish kerak deb o'ylayman, lekin bizda hozir bloklar yetarlicha deb o'ylayman. Shuning mana shu to'g'rimizdagi lucky bloklarga borishga qaror etdim. Hamma
o'zim bilan narsalarni olaman. Kerakli narsalarni. Hozir to'xtanglar. Hamma kerak narsani oldim. Endi ketdik, yo'lga chiqamiz. Juda ham qo'rqyapman, ko'ramiz va shu yerga boramiz. Borganda videoni ko'rsaman. Xo'p do'stlar, shuncha yo'l bosib keldim bu yerga. Bu yerda nima kutyapti? Bizni portalga borishimiz mumkin, lekin bu hali keyinroq, balkim keyingi videodadir. Ketdik. Nima uchadi? Totem besmerti. Ko'rdinglarmi? Omad qanaqaligini bu yerda. Nima bu deb bilganda? Kirka olchadan chiqibdi bir. Nimaga men kirka olganim yo'q? Google kerak bo'ladi. Google juda ham ko'p bo'lish kerak. Nima tushganini ko'rmayapman. Ender jemчуг. Normalmi? Ko'rmaslar chiqdi. Hozir buni hammasini olaman desam. O'zi hayron qolasizlar. Nima bu? Nima chiqdi? Bidam bom. Bilmayman. Bu tugadi sunduqlarim. Invertarim hozir sразу borib kel. Nimaga olganim yo'q men pichog'imni. Endi nima qilaman? Axir nega olganim yo'q? Do'stlar, nimaga men olganim yo'q? Bu yerda skelet bor. Ertagacha endi o'tirishim kerak bu yerda. Hattoki o'zim bilan kravat ham olganim yo'q. Yo'q do'stlar. Endi nima bo'ladi? Yo-mayo. Agar videoda menga nima bo'lganini xohlasangiz, keyingi video 2 like va 1 podpiska bo'lgan, 1 obunachi bo'lgandan keyin qo'yaman. Menga nima bo'lishini bilasizlar. Hammanglarga xayr do'stlar.